Hormeli oqar suv mana sekin oqib kelyapti. Dalcha oqib ketyapti. Plus truba o'tkazishgan ustakalarimiz. Mana bu kechagi kun o'tkazilgan truba. Assalomu alaykum. O'sha kungi ko'rgan arig'inglar bu. Oxirgacha o'zi bemalol suv naryoqdan oqib kelib, bunaqasiga oqib o'tib ketaveradi. Va bu arig'imizni mana shu atrofdan, pastga ham oqib ketadigan holati bo'ladi. Hali uni ham ko'rsatamiz. Usta akalarimiz mana bu yerda kovlab beton qo'yishgan o'zi va setkalarni bog'lashgan maksimum darajada. Inshaalloh bugun qo'yib qolishadi, xudo xolasa. Mana shu lesnitsamizda. Bu juda baquvvat chiqadi inshaalloh bizlarimiz. Xudo xolasa ko'rasizlar. Maksimum darajada boylab chiqishgan hamma joylarni. Ya bismillah. Usta akalarimiz o'sha tomga harakat boshlangan, chorning patoloklaru hamma xonalarimiz hozir tepadan ham videoga olaman. Inshaalloh chiqib. Assalomu alaykum. O'shatlarni olamiz. Bu yoq tomonda ana. Usta akalar qanaqasizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Nasıl chornilarni ham hali chiqarishadi. Assalomu alaykum. O'tiring, bemalol. Tepada turibman, shkapatdaman. Usta akalarimiz g'ishtlarini terishyapti o'sha. Atrofini aylantirib. Narigi tomonlar, bu yoqlar. Biroz shamol borligini hisobga olmasak, atak bugun zo'r kun, Mahmud aka. Havo zo'r. Inshaalloh. Bugun ish qaynaydi, Xudo xolasa. Gap yo'q.